Assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Sizlar bilan yana Zaka Capital YouTube kanali. Bugungi videomizda time frame alignment qoidasi bo'yicha umumiy tushuncha berishga harakat qilaman. Bu darsimiz, ya'ni time frame alignment tradingdagi, tahlil qilishdagi eng asosiy kerak bo'ladigan instrumentlarni top 3 taligi deb aytadigan bo'lsak, o'sha tahlil qilishimizda, bozordan foyda olishimizdagi 3 ta asosiy xususiyatlardan bittasi hisoblanadi. Bu mavzu bo'yicha chuqurroq kirib borishga harakat qilamiz. Bu mavzu bo'yicha asosan o'zbek YouTube'ida kerakli, foydali va qiymatli dars yo'qligi uchun ushbu darsni qilishga qaror qildim. Videoni kuzatsanglar, bu mavzu haqida kengroq kirib boramiz. Ya'ni bizani tahlilimiz 3 qismdan iborat bo'lishi kerak. Ya'ni top down analysis, ya'ni analizni ketma-ketligi. Birinchisi, time frame'imizda bias topishimiz kerak. Ya'ni yo'nalish topishimiz kerak. Bozor buy trend yoki sell trendda, bullish yoki bearish deyiladi ingliz tilida. O'sha bias topganimizdan keyin keyingi time frame alignment qoidasi bo'yicha keyingi bosqichga o'tishimiz kerak va ya'ni asosiy yo'nalishni aniqlagandan keyin biz strukturani aniqlashimiz kerak. Struktura bizga qanaqa PDR'lar beryapti? O'sha qanaqa joylardan biz entry qilishimiz kerak. Va 3-bosqichda o'sha entry qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizga eng kerakli bo'lgan strukturani aniqladik. Daily bias'ni aniqladik. Birinchi bosqich, ikkinchi bosqich strukturani aniqladik. 3-bosqichda biz entry qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 3-bosqichdagi PDR'lardan savdoga kirib, o'zimizni risk rewardimizga mos bo'lgan, psixologiyamizga, risk managementimizga mos bo'lgan o'sha take profit bilan bozordan chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi time frame alignment qoidasi bo'yicha bu yoqda qanaqa kirilgan? Ya'ni umumiy holatda time frame alignment qoidasi bo'yicha bias aniqlaymiz. Birinchi o'sha oldinga aytganimdek, biasdan keyin struktura, keyin entry. Bu yoqda struktura aniqlangan. Struktura aniqlanishi bo'yicha ushbu hududda change of, ya'ni order block shakllangan va trend o'zgargan, CISD bo'lgan. O'sha CISD bo'lgan holatda CISD dagi mana bu harakat, ushbu harakat jarayoni bizga umumiy entry qilishimiz uchun yetarli harakat bo'ladi. O'sha harakatda o'zida qatnashgan holatda umumiy bizga kerak bo'lgan, ya'ni mana strategiyamga mos bo'lgan risk reward bu yoqda 1/2. O'sha kichik hududdagi, aynan mana bu hududdagi bizga bergan bozor imkoniyati, ya'ni pastlari kerak emas, mana bu imkoniyat kerak emas. Qisqa vaqt ichida bozordan foyda olishimiz mumkin bo'ladi, ya'ni to'g'ri tahlil bilan bozorga kirib boradigan bo'lsak. Time frame alignment qoidalari bo'yicha endi ko'rdik, birinchi bias aniqlashimiz kerak, ikkinchi bo'lib struktura, uchinchi bo'lib entry. Time frame alignment qoidalari bo'lsa ikkiga bo'lingan, ya'ni birinchisi, ikkinchisi. Uchinchisini qayerdan topaman degan savol bo'lishi mumkin. Endi uchinchisini topishingiz uchun siz birinchi weeklyda bias topasiz. O'zingizga psixologiyaga mos bo'lgan alignmentni topib olishingiz kerak bu yoqda. Ya'ni uzoq muddatroq kutmoqchi bo'lsangiz bozordan weeklyda bias topasiz, yo'nalish. H4 da strukturani aniqlaysiz. Pastda H4 qayerda bor? H4 dan keyin nimaga qarashingiz kerak? M15 ga qarashingiz kerak. Siz weeklyda bias aniqlaysiz, H4 da strukturani aniqlaysiz va H4 dan kelib M15 time frame da siz entry qilasiz. Xo'p, endi eng optimal yechimlardan bittasi sizga M5 time frame da maslahat beraman yoki M3 time frame da entry qilishni maslahat beraman. Bu uchun siz M5 time frame da bozorda entry qilishingiz uchun daily time frame da bias aniqlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni yo'nalishni daily time frame da yo'nalishni aniqlagandan keyin H1 time frame strukturani aniqlaysiz. Ya'ni o'sha qaysi PDR'lardan reaksiya olishini, PDR'lardan reaksiya olgandan keyin H1 ga aniqlab, ya'ni daily H1 dan keyin M5 time frame'larida entry qilsangiz bo'ladi 3 bosqichda. Endi o'zingizga mos keladigan, masalan H1 da siz
aniqlaysiz, M5 ta kirasiz. Endi M15 ta tanlaganingizda nima qilasiz? M15 ta tanlaganingizda M1 da entry qilasiz va H4 time frame'da bias topasiz. Bu ham juda siz uchun mos bo'lgan va risk rewardi baland bo'lgan entry modellaridan bittasi. Umumiy bozorda ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Bularni qaysi biri sizga mos kelishini bozorda tahlil qilib, backtest qilib aniqlay olasiz. Endi example. For example, bu bizada birinchi struktura, keyingi entry bias kiritmadim bu joyga. Keyingi ikkitasi. Ya'ni bunda ham ushbu holat H1 ga to'g'ri keladigan bo'lsa, bu tarafi o'ng tarafimiz M5 ga to'g'ri keladi. H1 time frame'dagi mana bu formatsiyadagi oxirgi ikkita switchamiz bizaga yetarli bo'lgan hamma instrumentlarni o'ng tarafda shakllantirib beradi. Ya'ni mana o'sha ikkita switchni shakllantirgan strukturamiz M5 dagi entry qilishimiz uchun yetarli bo'ladi. Ya'ni boshqa time frame'larni ko'rish, o'zingizni chalg'itishingiz va ko'p vaqtni bozorga berishingiz kerak emas. Ya'ni ushbu time frame alignment qoidasini bitta o'rganib olasiz yoki yozib olasiz, yodlab olmasangiz, kompyuteringiz yoniga, planshetingiz yoniga qo'yib olgan holatda siz masalan M5 time frame'da entry daily time frame'ni ko'rish sizga qulay bo'ladigan bo'lsa, daily bias aniqlaysiz, H1 da strukturani kutasiz, o'sha struktura shakllangandan keyin M5 time frame'ga o'tib risk rewardingizga yarasha 1 ga 2 yoki 1 ga 3 ishlaysiz. Bu time frame alignment qoidasi sizni bozorda ishlashingizni soddalashtirib beradi va bozorga ketadigan vaqtingizni, energiyangizni aniqlashtirib, ancha soddalashtirib, o'sha risk rewardingizni kuchaytirib beradi. Ya'ni foyda qilish ehtimolingizni ancha kuchaytirib beradigan instrumentlardan bittasi, o'sha top 3 tadan bittasi ushbu time frame alignment. Bu darsimiz qisqaroq bo'ladi, sababi bitta mavzuning ichida backtest qilishinglar kerak mana bu narsani. Bu ikkinchi qismida darsda umumiy grafikdan qanaqa qo'llaymiz bu narsalarni aytilishda oson bo'lishi mumkin, backtestda qiyin bo'ladi. Backtestda qiyin bo'lgan narsa savdoda oson bo'ladi. O'shuning uchun bu birinchi qism. Xudo xolasa ikkinchi qismni yaqin kunlarda chiqaraman. Bu videoni aktiv bo'lib tursanglar, like, kommentlar bilan aktiv ko'rsatsanglar, xudo xolasa tezroq ikkinchi qismini grafikdan misollar bilan, real bozor tahlillari bilan birgalikda qo'llaymiz. Keyin ushbu videoni kommentariyasida eng ko'p kommentariya yozgan va tanishlariga tarqatgan insonlardan bittasiga o'sha Discord community'imizni 3 oylik obunasini sovg'a qilaman. Rahmat hammanglarga. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Keyingi videolarda xudo xolasa time frame alignmentni grafikda ko'rib chiqamiz.